Sotilayotgan narxi ahamiyatga ega bo'lmagan mahallaga kelganmiz. Shunchaki sizga yoqqan joyi sotishga ko'ndira olsangiz bo'ldi. Toshkent shahar markazi S5 Minor metroni yonida 2 qavatli uchastkamiz sotuvga qo'yildi. Yangi qurib bitkazilgan, hali hech kim yashamagan. Uyimizni sizga to'liq obzor qilib beradigan bo'lsam, asosiy binoimizga kirganimizda qo'l qismi kattagina mehmonxonasi bor. Mehmonxonaning yonida studiya formatda oshxonamiz, mebel texnikalari ham tayyor. Birinchi qavatda o'zini sanuzul hojatxonasi bor. Birinchi qavatda kattalar yotoqxonasi o'zini sanuzul hojatxonasiga ega. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga ko'tarilganimizda ikkinchi qavatda umumiy 3 ta xona bor. Bitta bolalar xonasi, bitta kattalar yotoqxonasi, yana bitta kattalar yotoqxonasi o'zini sanuzul hojatxonasiga ega. Uyimizning yashash maydoni 150 kvadrat metr, 5 xona, 4 ta sanuzul va oshxona. Nega narxi rol o'ynamaydi deb boshida aytding deydigan bo'lsangiz, bu mahallada o'zi qo'l bilan sanoqli uchastkalar bor, yon atroflar hammasi dom kvartira. Shuning uchun aka bu joyda o'zi topdingizmi, yoqdimi, pulini sanash kerak, olish kerak. 399 ming so'ralyapti. Sunnatiga yana kelishtirib beriladigan joyi bor. Egalarning raqamini videoni ostiga yozib qo'yganmiz. O'zingiz aloqaga chiqib baraka qilsangiz bo'ladi.